O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shuningdek yer hisobini yuritish va kadastr xizmatini rivojlantirish bo'yicha qilingan ishlar hamda kelgusidagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Kadastr xizmatining tizimli rivojlantirilishi, yer resurslarini samarali hisobga olish hamda bu sohada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish har qanday davlat, shu jumladan O'zbekiston uchun ham barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu jarayonda ijtimoiy masalalarga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bunda avvalo inson qadr-qimmati ustuvorlik kasb etadi. Aholining hayotini yanada yaxshilash uchun maksimal darajada qulay sharoitlar yaratish maqsad qilingan. Ko'p yillar davomida to'planib qolgan muammolarni tizimli ravishda hal qilish ko'zda tutilgan. Kadastr tizimi nafaqat texnik, balki muhim huquqiy va iqtisodiy funksiyalarni ham bajaradi. Soha yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni shaffof tarzda ro'yxatdan o'tkazishni ta'minlaydi. Mulk va yerdan foydalanish chegaralarini aniq belgilash imkonini beradi. Mamlakatning yer resurslari haqida to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. To'g'ri, kadastr hisobi bo'lmasdan turib, yer fondlarini samarali boshqarish, yer islohotlarini o'tkazish, investitsiyalarni jalb etish uchun zarur sharoit yaratib bo'lmaydi. Aholi sonining jadal o'sishi, urbanizatsiya jarayonlari va qishloq xo'jaligi yerlariga talabning ortishi sharoitida yerdan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligi, infratuzilma rivoji va tabiiy resurslarni saqlashda muhim omilga aylanmoqda. O'zbekiston uchun yer masalasi strategik ahamiyatga ega bo'lib, barcha uchun ochiq, muntazam yangilanadigan va shaffof kadastr tizimini yo'lga qo'yish alohida ahamiyat kasb etadi. Geoma'lumot tizimlari, yerni masofadan zondlash, kadastr ma'lumotlarini raqamlashtirish, sun'iy yo'ldosh tasvirlardan foydalanish va ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini avtomatlashtirish kabi yangi texnologiyalarni joriy etish hisobiga aniqlikni oshirish, mulk huquqini rasmiylashtirish tartibini tezlashtirish va yerdan foydalanishni nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday yechimlar davlat organlariga qoidabuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, yerdan maqsadsiz foydalanishning oldini olish, hududiy rivojlanishni rejalashtirish va yer resurslarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. O'zbekiston uchun yagona raqamli kadastr platformasi asosida idoralararo hamkorlikni rivojlantirish, mahalliy hokimiyat organlari, investorlar, yer foydalanuvchilari va aholi uchun dolzarb ma'lumotlarga ochiq kirishni ta'minlash ham muhimdir. Bu avvalo yer bozorining ochiqligini ta'minlaydi, mulkdorlar va ijarachilarning huquqiy kafolatlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat va uy-joy qurilishi sohalarida davlat dasturlarini amalga oshirishga mustahkam zamin yaratadi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, kadastr organlarini tizimli modernizatsiya qilish va ilg'or texnologik yechimlarni joriy etish, yerdan foydalanish samaradorligini oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mamlakatning ekologik barqarorligini uzoq muddatli istiqbolda mustahkamlashning asosiy shartlaridan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun yer hisobini yuritish va kadastr xizmatini rivojlantirish bo'yicha qilingan ishlar hamda kelgusidagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimizda 45 million gektarga yaqin yer maydoni bor. 2021-yilgacha shundan bor yo'g'i 1 million gektari davlat ro'yxatidan o'tkazilgan edi. So'nggi yillarda yagona tizim yaratilib, raqamlashtirish joriy etilgani natijasida 42 million gektar yer, ya'ni jami maydonlarning 94% ro'yxatdan o'tkazildi. Jumladan, o'rmon va suv fondi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'liq davlat ro'yxatiga olindi. Transport, aloqa, geodeziya, energetika, yo'l kabi 13 turdagi davlat kadastri bo'yicha ma'lumotlar 100% shakllandi. Yana 7 ta yo'nalish bo'yicha ishlar yakuniy bosqichda. Ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va ko'lamini oshirish borasida katta ishlar amalga oshirildi. Kadastr xizmatlari o'sish dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2022-yil 2,1 million, 2023-yil 2,5 million, 2024-yil bu raqam 3,3 millionni tashkil etdi. 2025-yilda esa 4,5 million prognoz qilinmoqda. 2023-2024-yillarda quyidagi yangi xizmatlar joriy etildi. Xususiylashtirilgan yer uchastkasini kompleks davlat ro'yxatidan o'tkazish, turar va noturar joylarga nisbatan kadastr hujjatlarini kompleks rasmiylashtirish, ko'chmas mulkni bo'lish va uning yangi chegaralarini belgilash, ko'chmas mulkni birlashtirish va yangi chegaralarni belgilash. Escrow pilot tartibidagi tizim doirasida andoza sifatida aksiyador va quruvchi o'rtasidagi shartnomani ro'yxatdan o'tkazish xizmati ishlab chiqildi. Xalqaro hamkorlik kengaymoqda. Boshqa mamlakatlardan zamonaviy samolyotlar va aerokameralar yordamida aerofotosuratga olish bo'yicha buyurtmalar kelib tushmoqda. Sohadagi eng dolzarb masala ko'chmas mulk munosabatlarini tartibga solishdir. Shu maqsadda ko'chmas mulklarning haqiqiyligi va ishonchliligi davlat tomonidan kafolatlanadigan yagona ma'lumotlar bazasi UZCAD tizimi ishga tushirilgan.
Barcha bino va inshootlar xatlovdan o'tkazilib, unga kiritilmoqda. Hozirgacha 150 mingta turar va 707 mingta noturar joy, 44 mingta ko'p qavatli uy haqidagi ma'lumotlar ushbu yangi tizimda aks ettirilgan. Yaqingacha o'z uyiga mulk huquqi bo'lmagani uchun millionlab fuqarolar qiynalib kelardi. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonuni bilan joriy yil yanvardan hujjatlarni rasmiylashtirib, egalariga taqdim etish boshlandi. Mazkur huquqiy hujjat oddiy odamlarning yillar davomida bezovta qilib kelayotgan muammolarni hal etish imkonini berdi. Kadastr xodimlari kelib, uylarimizni kadastr qilib berishmoqda. Yurtboshimizga katta rahmat. Avval bu yerdan spravka olardik, rayonga borardik, yuguri ko'p edi. Hozir Xudoga shukr, mana hamma imkoniyatlar bor. Oson bo'ldi, rahmat. Endilikda ushbu qonun bilan fuqarolarimiz hech qaysi davlat idoralariga hujjat to'plab yurishlari ortiqcha ovoragarchilikka chek qo'yildi. Hamma ma'lumotlarni o'zlari kelib, o'lchov ishlarini amalga oshirib, tegishli ma'lumotlarni yig'ib, maxsus avtomatlashtirilgan bazaga kiritilmoqda. Kadastr xodimlari bizni xalqimizga ko'rsatgan xizmatlardan juda mamnunmiz. Sababi prezidentimiz farmoni asosida bizlarga yengillik yaratish uchun mana bu yugurlar kamaytirilganligi bizni juda xursand qilmoqda. Xonadonlarimizga kelib qilingan qo'shimcha qurilishlarimiz hammasini yugurishsiz, tashvishsiz bizga ro'yxatga olib, bizga ko'rsatgan xizmatlarga uchun minnatdormiz. Rahmat, barakat topishsin. Mana shularda xizmatdan biz xalqimiz ham, biz ham xonadonimiz bilan juda mamnunmiz. Hovlimizni kadastr xodimlari kelib o'lchab ketishuvdi. Egalik huquqi qarorimiz yo'q edi. Prezidentimizga katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Qo'limizga mana kadastr reyestr hujjatlarini oldik. Xursandmiz oilamiz bilan. Yerimizga, uyimizga o'zimiz haqiqiy ega emasday yurdik mana 31 yildan beri. Xuddi bir omonatday his qilib o'zimizni chiqarilayotgan qarorlar, qonunlar, farmonlar hammasi mana shu xalqimizni baxtli, farovon, yengil yashashiga qaratilgan. Endi bemalol mana shu qanaqa davlatimiz tomonidan imtiyozlar bo'lsa, haqiqiy yerni egasimiz bemalol foydalansak bo'ladi. Prezidentimiz bizni orqamizda mana shunday inson bor ekan, shunday vatanimiz bor ekan, bizni yashashga bo'lgan ishtiyoqimiz yanada oshadi. Qonun doirasida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Masalan, inventarizatsiya jarayonlari raqamlashtirildi. Mahallalar kesimida inventarizatsiya ishlarini o'tkazish rejasi tasdiqlandi. Bu ishlarga 4500 nafar kadastr xodimlari jalb etildi. Bundan tashqari 1234 ta mahallaning chegaralari aniqlab chiqildi. 2026-yilgacha 9452 ta mahallaning chegaralari to'liq aniqlanadi. Hozirgacha 247969 ta obyekt bo'yicha inventarizatsiya o'tkazildi. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida hujjatsiz uylarga mulk huquqi yuzaga keladi. Ko'chmas mulk iqtisodiy kapitalga aylanadi. Ko'chmas mulk bozori rivojlanadi. Taqdimotda galdagi rejalar va ustuvor vazifalar ko'rib chiqildi. Qayd etilganidek, bu yil 400 mingta yakka tartibdagi uy UZCAT tizimiga kiritiladi. Natijada mol-mulkni sotish, ijaraga berish, meros qoldirish, garovga qo'yish kabi jarayonlar osonlashadi. Kelgusida 6 million 300 mingdan ziyod barcha yakka tartibdagi uylar ushbu tizimda aks ettiriladi. Ko'p joylarda ko'chmas mulkning kadastr qiymati bilan haqiqiy bozor bahosi o'rtasida katta farq bor. Bu huquqiy munosabatlarda va savdolarda nomutanosiblikni keltirib chiqaryapti. Shu bois O'zbekiston prezidentining 5-martdagi farmoniga muvofiq ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimi joriy etilmoqda. Buning uchun kadastr agentligida ko'chmas mulkni ommaviy baholash milliy markazi ochildi. Unga 40 milliard so'm ajratilib, malakali mutaxassislar jalb qilindi va amaliy ishlar boshlab yuborildi. Ommaviy baholash bu yil Toshkent shahrida boshlanib, keyingi yillarda Nukus shahri va viloyatlar markazlarida hamda qolgan hududlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbari kadastr ma'lumotlari iqtisodiy rejalarni samarali belgilash uchun muhim asos ekanini ta'kidlab, bu sohada yaxlitlik va aniqlikni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Byurokratiyani keskin kamaytirib, kadastr xizmatlari sifatini oshirish, tadbirkorlarga yengilliklar yaratish vazifasi qo'yildi. Bugun kadastr agentligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar va rejalar xususida davlatimiz rahbariga axborot taqdim qildik. Yurtdoshlarimizni xursandchiligiga sabab bo'lgan 937-sonli qonun ijrosi yuzasidan prezidentimizga axborot berdik. Qonun kuchga kirishi bilan 4,5 mingdan ortiq kadastr xodimlari ishga jalb qilib, xato ishlari boshlangan.
Hozirgi kunga qadar 248 mingta obyekt xatlovlar ishlari yakunlanib, 96 mingdan ortiq e'tirof dasturiga kiritildi. Har qanday ob-havoda ham, har qanday sharoitda ham to'xtamasdan davom etyapti. Asosiy maqsadimiz aholini og'irini yengil qilish, ularni rozi qilish. Ish puxta bo'lishi, bir martalik bosib o'tilgan yo'lga yana qaytmaslik, kamchiliklarga yo'l qo'yilmasligi uchun barcha ko'chmas mulklarni birma-bir xatlovdan o'tkazilmoqda. Xatlov natijalari bilan aholining hujjatlariga uy, mulk huquqi yuzaga keladi. Meros qilib qoldirish, sotish, farzandlariga bo'lib berish kabi huquqlar paydo bo'ladi. Shu bilan birga agentligimiz aholi va tadbirkorlarga ko'rsatilgan kadastr xizmatlarining sifatini yangilash va yangi darajaga olib chiqish bo'yicha o'zimizga maqsad qilganmiz. Bugungi kunda kadastr idoralari tomonidan aholi va tadbirkorlarga 17 turdagi kadastr xizmatlari ko'rsatilmoqda. 2024-yilda yana 5 ta tushirdik, 2025-yilda buni to'liq raqamlashtirmoqchimiz. Va bu bilan biz to'xtab qolmaymiz. Kadastr xizmatlarini aholiga yanada tezroq va osonroq ko'rsatish yo'llarini joriy qilamiz. Jumladan 25-yilda davlat xizmatlari markazida kadastr xizmatlarini ko'rsatish yuzasidan maslahat burchagini tashkil qilamiz. Bu orqali aholining ortiqcha ovogarchiligi oldi olinadi. Yana bir qulaylik yaratish maqsadida ipoteka shartnomalarini elektron ro'yxatdan o'tkazish hamda ushbu asosida qo'yilgan taqiqni elektron bekor qilish yo'lga qo'yiladi. Turar joyni noturarga yoki aksincha noturarni turar joyga o'tkazish jarayonini soddalashtirib, bitta ariza yozilgan barcha hujjatlar rasmiylashtirilish imkonini yaratadi. Shuningdek, obyektlarning bir qismi sotilganda va qolgan qismini bir vaqtda o'zida soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Ishonch bilan aytishim mumkin, davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriq va ko'rsatmalar bugun O'zbekiston aholisi hayotida va shu bilan birga kadastr agentligining kelajagi va rivoji yo'lida o'zining ijobiy natijasini beradi. Va bu topshiriqlar hamda ko'rsatmalar so'zsiz ijrosi ta'minlanadi.